Barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan 50 ming so'mlik, 100 ming so'mlik va 500 ming so'mlik akkauntlarni obzor qilamiz. Videomiz boshlanishida oldin videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Chunki sentyabr oxirigacha 20 ta bo'lishimiz kerak. Mana biz birinchi akkauntimizga kirib oldik. Bu 50 ming so'mlik akkaunt va bunda ikkita mifik bor ekan. Kaskalarga o'tsak, bu yerda ikkita legendarli kaska va bosh kiyimlardan ikkita mifik bosh kiyim bor ekan. Shunda 4 ta mifik bo'ladi bu akkauntda. Qolgan mayda-chuyda narsalarni tezlashtirib ko'ramiz. Bu akkaunt 50 ming so'mga arziydimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz esa keyingi akkauntga o'tdik. Bu ko'rib turgan akkauntlar 100 ming so'mlik akkaunt va bu akkauntda mifiklar ko'proq. Bu akkauntning darajasi 57 level va bu akkauntda anchagina ko'p kiyimlar bor ekan. Menimcha 100 ming so'm pulga arziydigan akkaunt. Bu akkauntda legendarli kaska va bosh kiyimlar, hamma narsalar bor. Bu akkauntda olgan odam hech qachon kam bo'lmasa kerak, chunki har bitta yer 75 mingdan olinadi. Bu akkaunt esa 100 mingga beriladi. Shuning uchun ham imkondan foydalanaverish kerak. 100 mingga bosib o'rish kerak izgarlar. Videoni cho'zib o'tirmasdan tezlashtiramiz. $100 ming so'mga arziydigan mifik emotsiyalar ham bor, yo'qdan ko'ra bor. Va bu akkauntimiz 100 ming so'mga arziydimi? Kommentariyaga yozib qoldiring va biz keyingi akkauntga o'tdik. Bu akkaunt 500 ming so'mlik akkaunt va bu akkauntda siz o'ylagan hamma narsa bor. Bu akkaunt silishkim ult akkaunt va bu akkauntga kirsanglar zo'r emotsiyalar bilan qorasak kutib oladi. Shunday akkauntning universaliga kirsanglar bitta ultimate va ikki suit kutib turadi. Ko'zinglarni sal chaproqqa qaratsanglar, ko'ksak turibdi. Bu akkaunt sandig'ida 5 ta qizil kristal va X kuchaytiradigan kristal bor ekan, juda katta. Va shular kerakli narsalar bor. Ultimate sumka bor ekan, yaxshirog'i. Bu akkauntda S4 100 va S4 sochi bor ekan. Akkauntning darajasi 80 darajada. Va bu akkauntda qanday 416lar bor deganlar uchun Lednik 416 bor, 4 darajada. Va biz prokachkalarga keldik. Prokachkalardan 26 ta prokachka bor. Yangi kelgan AUG bor, 3 darajada ekan. Pastroqqa tushamiz. Lednik 4, Emigrator 4, Augam 4, Pilimot 4 va qolgan arujalar. Bu akkauntda emotsiyalar ko'p. Va 61 darajada ekan kolleksiyasi. Tez kiyimlarni o'tkazib ko'rsataman va akkauntni o'zini ko'rsataman va tugatamiz. Akkaunt 500 ming so'mga arziydimi? Kommentariyaga yozib qoldiring va keyingi videoda sizning akkauntingiz chiqib qolishi uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib, chatiga akkauntingizni obzor qilib tashlang.